Assalomu alaykum. Sizlar charchamayapsizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xullas, sizlar bilan yana ko'rishib turibmiz. Payshanbadan beri ko'rishmadi-ku. Bugun Xudo xolasa, Xudo xo'sh bo'lmaydi-mi? Mayli. Короче, bugun aviator o'ynaymiz. Tog'a bilan salom alaykum cho'ta kelmayapti. Brat bilan xayrlashib olsak ham mayli. Bugun aviator o'ynaymiz. Chista soqqa ko'tarish uchun, ya'ni bir ikkita strategiyalarni ko'rib chiqamiz, ishlaydimi yo'qmi. O'shanga qarab sizlar ham nimadir o'rgansanglar bo'ladi. Просто gap uchun ko'rsa ham bo'ladi. Qani ketdi u biza xullas. Bola bitta narsa hozir trend bo'lyapti. Ko'rgan bo'lsanglar, reaction tam senator yana bir ikkita odamlar videolarga reaksiya qilyapti streamida. Xuddi shunaqa narsa qilib ko'ramiz. Просто cringe o'zbek blogerlari ko'payib ketdi. Shalarni bir olib chiqaymi endi otildimda. Bular ko'rib вообще miyaga sig'maydigan kontent qilishyapti-da. U Snickers yeyman degan qizni haligacha esimdan ketmayapti onangning bir. Xullas bolalar, mana ko'ryapsizlar, mana imindi mana shuni. Mana shunda, короче, mana bunaqa reaksiya qoldiringlar. Ko'ramiz agar hatta bir 20 ta shunaqa reaksiya bo'lsa, shunaqa neydi? Reaksiyalar qilamiz keyingi streamlarda. Xullas biza boshladi u. Короче, 2000 dan dang'ir-dung'ir tekshirib ko'rishga keyin ko'tarib ko'ramiz. Xullas, bugun hech qanaqa maqsad yo'q. Onangning bir hech qanaqa maqsad yo'q. Maqsad bugun bir ikkita strategiyalarni sinab ko'rish. Endi bunda ko'p ish qilmaysiz, o'shaning uchun strategiya ham deb bo'lmaydi. Просто analitika qilib ko'ramiz, ya'ni analiz qilib ko'ramiz. Qanaqa o'ynayapti, qachon qanaqa o'ynashi mumkin. O'shanga qarab biz analitika qilib ko'ramiz. Hop. Tak, biz 2000 jalka emas, 2000 so'mdan basaveramiz. Endi bu просто koeffitsient hisobida, misol uchun hozir men 10 million yutsam, 20 million yutsam, sizlarga hech qanaqa hozircha foydasi yo'q. Lekin qanaqadir informatsiya olsanglar, o'shaning foydasi bor. Значит, ko'rayotganimiz ikkita yaxshi, ikkita yomon ketdi. Значит, hozir uchib ketish kerak, 2 ga bormasdan, hozir shuni tekshirib ko'ramiz. Qani? Stavka qilmadim. Tak. 2 dan oshib ketarmikan, yo'qmikan? Oshmadi ana. Yana bitta xuddi shunaqa narsa bo'lishi kerak. Undan keyin biz ko'taramiz, stavka qilamiz. Yomon kesilman. O'zi ham nima qaraylar. Ana endi biz stavka qilib ko'ramiz. Tak. Ketdik. 2 gacha borish kerak. Uchib ketib qolmasdan. 2 da olamiz. Tak. Ko'rdinglarmi? Yana bitta xuddi shunaqa narsa bo'lishi kerak. Keyin yana ikkita kutamiz. Don't play with degan bitta qo'shiq eshitib qoldim. Inglizcha qo'shiq, lekin ma'nosini sirras tushunasiz. Chunki anaqa kinolar ko'p ko'rgansizlar, ma'no bilaman. Shuning uchun qani tak. Yo'q. Значит, tushunarli. Tak. Xullas, nima bo'lyapti bitta? Hop, tasini split qildik mayli. Значит, 4 ta podrat yomon kelyaptimi, bitta yaxshi uchib berish kerak. Ko'raylikchi bir fokusualniy koeffitsiyentlardan o'shaylik biz ham. Maza qilib, men buni 2 da olib qo'yaman. İşte men akupit qilish uchun keyin bunda riskovat qilib ko'ramiz. Hatta bir 10 bo'lsin. Onajon. Ay onajon, meni kechiring. Tak, tushunarli. 10 gacha bormadi. Yana bitta xuddi shunaqa ish qilib ko'ramiz.
Bu hozir bitta strategiya, ya'ni mana bunda 2x olganimiz hisob, balli. 2x olganimiz hisobiga mana bu o'zini qoplaydi. O'shaning uchun yana bitta tekshirib ko'ramiz. Chunki bitta yaxshi berdi. Keyin paylet olib nima. Tik. Qani 2 da ushadi, kutamiz endi. Endi kutaylik, hatto 5 tushaylik mayli. Ko'p narsa orzu qilmaylikda, shu 5 ga bormadi-da, mayli. Biz minus emasmiz. Yana 3 ketib qolsa, ondan tak 3 ketib qolamiz. Sezdim. Men sezdim, lekin hozir 3 ketib qolmaydi. Ana. Bitta kelyapti. Endi bitta kelyapti. Tushunasizlar, bitta pauza bu oldi. Mana ikkitalik strategiya uchdi, endi bittalik kelyapti. Endi pauza bo'ladi. 2-3 ta podrat kelmaydi. Hozir tikmaymiz. Uni kechdan. Don't be pussy. Tak. Qani shunaqa belgi bormi? Короче, bolalar. Mana Mahmudga mamlaqa tashlaylar. Birinchisini unutib tashab qo'ydim. Короче. Mana shunaqa tashlaylar, reaksiya qilamiz. Xullas, davay ketdi qani. 3 ta, значит, hozir qanaqadir yangi strategiya bo'ladi. Mana bu pauza bo'ldi. Tak. Strategiyasini ko'rishimiz kerak. Yana bittalik bo'larmikan? Bittalik bo'lsa, значит, hozir mana bu 2 da olamiz, mana bu bir 5 da olamiz. Agar unaqa bo'lmasa, значит, boshqacharoq narsa bo'ladi. 2 da bitta bo'ladimi? Tak. Uchib ketma. Tak. Riskation. Fucking fuck. Hatta 5. Блядь, Turun ochib ketadi, turun. Lekin men hozir bittasini tikib qolaylik. Ana xorram, sezdimda men. Yomon shiram bo'lib qoldi-yu. Bolalar, zalga chiqmay turibman. Sog'lig'im ko'tarmayapti, ozgina problemam bor. Lekin chiqamiz. Zaldan zo'r kontentlar qilishga harakat qilaman. Endi kontent emas, u chista maqtan. Cho'tta bu bilan hozir zo'r berish kerak. Maqtanish, chista maqtanish. Maqtansan ham maqtan, kayf qilma. Nima qilay? Senda yo'q, menda bor, maqtanaman. Sanam qilasan shuni keyin. Mana shunaqa sasu gaplarni eshitganingdan keyin qilasan, borasan, qilasan. Tak 2-3 mana shunaqa berib turaversan, normalni bo'lib ketadi. Bo'ladi. 5 yushimiz dedik, mana 5 yush olmadik. Hozir 10 dan oshib ketdi mana. 10 bo'ldi, 17. O'yna, normal. Ничего такого страшного deydi-ku. Qani ko'rdinglarmi? Tamayev bilan Sanjik gonkasini. Shu Sanjik bor-ku, yomon ko'rtishini, bilmayman, yana balki ssenariydir-ku. Yomon ko'rtishini qildi-da, borib. Nima dogovor bo'lib turib, nima qilyapti? Jinnini yoqyapti-da, men sen bilan hali seriozniy gonka qilmadim, nimadir. Keyin, короче, tan olgisi kelmayapti, pul bergisi kelmayapti-da, короче. Tanayev shuncha kontent qilib, shuncha pul ishlash kerak edi, o'shani tashlab O'zbekistonga borib, issiqqa bilan 50 gradusga borib, kontent qilaman deb keldi shu. O'sha Real Sanjikga ishonib. U chiqib kidatib qo'yardi. Endi bilmayman, ssenariysini bular Tamayev seriallarini ko'rganlar bo'lsa kerak. Ahmet Vengelbi tam qanaqadir qirg'iz bilan qildim. Qirg'iz bilan qilmadi, hali. Tojik bilan endi qiladi. O'shalarni ko'rgan bo'lsanglar, u serialda, ko'pi serial.
mana Doniyor Qayum bilan Shoh aka qilgandaqa. Shunaqa gap. Men ularga hech qaysi biriga qarshiligim yo'q. Просто Real Sanjikki meni qilgan ishi nito bo'ldi deb hisoblayman. Meni o'zim lичный fikrim bu. Chunki endi agar ssenariy bo'lib turib, nima bo'lsa, ssenariy bo'lib turib Tamayev yozgan bo'lsa, u takoy yomon odam bo'lib ko'rinishi kerak bo'lgan bo'lsa, endi shu bilan gapiraman. Tushunaman, lekin baribir ham bu narsa agar ssenariy bo'lsa rozi bo'lish kerak emas edi. U qo'pol qilib aytganda butun o'zbek xalqini krisa qilib ko'rsatyapti-da u bilan bunaqa narsa qilish kerak emas edi. Yutqizding, chiqib qo'yding, bo'ldi, tamom. Dostoyna qabul qilish kerak, bo'ldi. Yana bitta g'onka so'rash kerak. U boshqa varianti yo'q. Tamayev ham shunga rozi bo'lib turibdi. Yutqizdim, yana bitta g'onka, mana senga puling. Bo'ldi, nima problema? U shuncha puling bor ekan. Ferrari, Porsche, Formula 1 bolidlarigacha bor ekan. Bo'ldi, davay ber. Va'da bergansan, lavz berilganmi? Qilish kerak o'sha narsani. Yo'q bilan. U pazor qilish kerak o'zini. Men sen bilan realni o'ynab, anta rulda o'tirib olib, nimaga bo'lmayapti deb turib. Keyin men sen bilan realni o'ynamadim o'zi aslida. Hazillaydi, sen xursand bo'lishing uchun. Chiqqa. O'zi 3 marta fals start qilding. 3 marta. Nima? Mana antim ishlamay qoldi, kuttim og'rib qoldi, buttim og'rib qoldi deb. To'g'ri, unaqa ish yaxshi ish emas-da. Mujik ish emas. Fikrim shu. Ssenariy bo'lsa rozi bo'lish kerak emas edi unaqa ssenariyga. Baribir ham hype qilaman, boshqa qilaman deb butun xalqni obro'sini qo'yapti-da. Joslan, misol uchun ertandan Rossiyada yo butun SNGda bitta o'zbek qildi-yu, qolgan o'zbeklar ham shunaqa deb o'ylaydi-da. Misol uchun dostoyniy mujiklar bor-da. Lekin bitta kidali deb hozir hamma nomi yomonga chiqadi. Keyin ularga ham fikr bildirmoqchiman. Endi 14 ta ham o'tiribdi xolos u. Fikrimga qiziqmayman, bilmayman, lekin agar qiziq bo'lsa aytaman. Detskilar ko'payib ketdi-yu. Kim ko'rdi Saturn bilan Jazz Jam'ni nima? O'shani bo'yin. Octagon Liga men bilgan paytimda nima edi? Sportivniy nima edi? Sport o'sha Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, ba'zi payt Rossiyadan odamlar kelib, o'ziniga rekord qilib, Bellatorga yo UFCga yo LFA degan organizatsiyalar bor. O'shalar ketadigan yo'llanma edi-da, Octagon Liga. Nima emas edi, sirk emas edi. To'g'ri, dostoyniy mujiklar bor, o'zbeklar ham bor, qozoqlar ham bor, shu turishadigan, misol uchun Doston Bozorov bor, Amirxon Alixo'jayev, Muhiddin Mamajonov, Shohhasan Mirzamatovmi, uzr agar familiyasini to'g'ri aytgan bo'lsam, o'shalar misol dostoyniy trenировка qiladi, ves qiladi, tayyorlanadi, o'zini obro'sini, orqasida turgan davlatning obro'sini ko'tarish uchun bayroq ko'tarib chiqadi-da. Bitta bayroq ko'tarib chiqayotgan chichqon raqs qilib, dumalab qatladadir. U bo'yga ham o'xshamaydi-da. Xafa bo'lmasin mendan agar ko'rsa, men ko'rmaydi deb o'ylayman, lekin agar mabodo ko'rsa ham u xafa bo'lmasin, chunki misol uchun trenировка qilyapti, to'g'ri, nolyoy boец, birinchi, ikkinchi bo'y zo'r bo'ladi deb hech kim aytolmaydi. Lekin baribir odam dostoyniy o'zini ko'rsatish kerak. Yutdingmi? Молодец, krasavchik, bo'ldi. Sen bayrog'ingni ko'tar. Seni mikrofon olishingdan odamlar qo'rqib qo'yganlar. Seni bo'ying bo'lgandan keyin Instagramga bir oy kirib bo'lmaydi. U unaqa bo'lmaydi-da. Men hech kimga vizov qilmoqchi emasman. To'g'ri, kickboksdan shug'ullanganman, lekin men anchadan beri urushlarni, bo'ylarni tashaganman, to'g'risi. Men zalga chiqsam, sog'lig'im uchun chiqaman. Men o'zim obyektivniy fikrimni beryapman, xolos.
ular sharmanda qotdi-da hamma joy. Keyin yana odamlar hayron qoladi. Nimaga bizni Qozog'da hech kim hurmat qilmaydi? Nimaga bizni Rossiyada hech kim hurmat qilmaydi? Nimaga bizni tojiklar, qirg'izlar yomon ko'radi? Endi hatto 2-3 tasi chichib turibdi-da. Hatto 100 ta odam harakat qilib, nom-mazgini ulug' qiladi. Hatto 2 tasi shundan boradi, dang'illatadi hamma joyga dabdala qilib, sharmanda qilib. Shuning uchun bunaqa bo'lmashi kerak. Что-то полный oqizotdi. Endi tak. Yana bitta. Tak. Berar endi. 4 ta badrat uchib. Bale. Tak. Shuncha uch. Mana bu endi yaxshi kayfdan beradi hozir. Tak. Yo'q, yaxshi kayfdan bermadi. Lekin endi berishi mumkin. Qani shuncha proyegrish yutqizishlardan keyin nimadir ber? Yo'q, harom ekansan. Tak. Xo'p, muzga ishlayapti yana. Eshitganmizlar yo'q. Jingalamon. Lama. Harom bola ekansan-ku, bilan. Muzga odam asabini buzadilar paytlar. Tak. Xullas shunaqa gaplar borlar. Esinglardan chiqmasa mana buni bosib qo'yish, mana buni. Diqqatni bosib qo'ysalar, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Biz ham reaksiya qilishni boshlaymiz. 20 ta bo'lish kerak. Mana olib qo'y. 20 ta bo'lish kerak. Hatto 20 ta bo'lsin o'sha reaksiya. Keyin biza borsamiz reaksiya qilish. Har xil ya'ni cringe'larga, tam nima edim, chiqolarga, butun O'zbekiston bozor qotgan bachkalarga hammasiga bir reaksiya qilamiz, xullas. Hop, ketdik. Tak. Ana bu nechesini hayotda bor. Bitta narsa aytayim sizlarga. Mana shu kazino, slot, aviator, mayslarda omad deydi-ku, omad juda ko'p rol o'ynaydi. Omad juda ko'p katta rol o'ynaydi. Misol uchun odamlar aytishi mumkin-da, nima u harom, o'ynash kerak emas, targ'ib qilish kerak emas deydi-da. To'g'ri, juda ko'p odamlarni men o'zim ham ko'rganman. Uyni sotib olib, borib kazino o'ynab, keyin ko'chada qolib yurganlarni men o'zim lichni ham ko'rganman. Men o'zim shu narsani ko'rib,
O'shaning uchun hamma mana shu umrida mana shu kazinoga kirib ko'rmoqchi bo'lgan odamlarga men aytaman. Voy, o'ynamoqchimisan, kallani ishlatib, azartni o'chirib o'yna. Misol uchun men o'zim ham azart bilan o'ynayman-da ba'zida. Men pul topishga o'ynayman-da hozir. Men sizlar kontent bo'lsin, sizlarga sal informatsiya bo'lsin deb o'ynayman. Lekin misol uchun mana ko'rasizlar. 1-3, 1-4, 1-3, 1-4 ikkitadan. Har bir aylanishda misol 70 ming, 80 ming, 100 mingdan. Har sekundda 70 ming, 80 ming, 100 mingdan topsangiz, misol uchun 10 marta shunaqa aylantirsangiz, ashib ketadi. Lekin har biriga 2 million, 3 million, 5 million qilib turib bitta bosishdan 1 koeffitsient, 1 koeffitsient, 1-2 koeffitsient kelsa, даже 1-3 ga ham bormaydi. Pulinglar taq suvda oqib ketadi. Keyin yurasizlar siqilib, men noto'g'ri qildim ekan. O'shaning uchun men sizlarga mana shu narsani, ya'ni o'zingizlarning azartinglarni jilovlashni o'rgatmoqchiman. Ya'ni har bitta kazinoga kirgan odam birinchi bo'lib o'zini nafsini tiyish kerak. Kazinoga kirgandan keyin hech qachon kimdandir qarz bo'lib turib, yo balki oilangiz och qo'ygan bo'lib turib kirmang. Lishniy pulingiz bor, misol uchun 100 ming, 200 ming, 1 million lishniy pulingiz bor. O'sha pulingizni ko'paytirgisi kelyapti. U pulni misol uchun 1 millionni bankka qo'ysangiz, 1 yilda sizga 1 million 200 ming qilib qaytarib beradi. 200 ming so'm 1 yilda qo'shib qaytarib beradi. Boshqa hech qanaqasiga investitsiya qila olmaysiz. Misol uchun trading qilaman desangiz, 1 million bilan trading qilib bo'lmaydi. Chunki просто rinokka birinchi bozor bo'lsa, birja o'shani polniy o'tadaya o'rganib chiqqunizcha ham ancha vaqtingiz ketadi. O'rganib chiqqaningiz bilan ham har bitta holatga qarab, misol uchun sizlarga tushuntiraman. Tasavvur qiling, mana hammasi birjada zo'r, siz bilgandaqa ketyapti. Siz bilasiz birjani. Ketyapti. Bam, Iran bilan Isroil urush boshladi. Birja sraz o'zgaradi. Sraz 360 gradus o'zgaradi. Nima bo'ladi o'shanda? Sizni o'rgangan hamma bilimingiz biting. To'g'ri. Men trader emasman, lekin trading qilganman. Yangitdan yana strategiya tuzishingiz to'g'ri keladi. Misol uchun 1 millionga misol qanaqadir coin olasizmi, nimadir aksiyasini olasizmi? U aksiya 1 yil ichida ko'tarilsa 7%, 10% gacha ko'tarilishi mumkin. Bu degani bankdan ham kam pul topasiz degani 1 millioningiz bilan. Lekin misol uchun qisqa shartnoma ochsangiz, qisqa stavkaga o'xshagan narsa-da, forex ayniqsa shunaqa. Qisqa ochsangiz, qisqa muddatli, yo ko'tarilishi yo tushishiga qilmasdan turib, prosta qisqa nima olsangiz 0.1, 0.2 koeffitsient qo'shib beradi. 1 million pulingizga. 1 millioningiz 1 million 10 ming bo'ladi. Mana shuna ko'tarilishiga, tushishiga qiladigan bo'lsangiz, u hech qachon siz bilmaysiz qanaqa situatsiya bo'lishi mumkin birjada. Chunki butun dunyoda bo'layotgan narsani to'g'ridan to'g'ri ta'siri bor. Nima bo'ladi? Siz yana bilgan bilimlaringiz bilan nimadir qilmoqchisiz. Qarasangiz nimadir ta'siri bo'ldi, umuman siz o'ylagan narsa bo'lmadi. Ko'tarilishiga tikudingiz tushib ketdi, tushishiga tikudingiz ko'tarilib ketdi. Nima bo'ldi? Pulingiz oqdi. Kazinodan ham battar. Misol uchun aviatorda primerni bilsangiz bo'ladi, qanaqa koeffitsient uchun. Mana hozir normalniy koeffitsiyentlar tushyapti 4 ta 5 ta. RTP degan narsa o'zini pulini qaytarib oladi. O'zini pulini emas, o'zini koeffitsiyentini. Ya'ni sizga bergan koeffitsiyentini, misol uchun 100 koeffitsient bergan, o'sha 97% ni oladi. Balansingiz 1 million bo'lsa, sizga yana 1 million yutuq berdimi, 97% oladi. Ya'ni agar kazinoda qanaqa vaqt ketadi? Misol uchun stavka 10 mingdan qolsangiz yutdingiz. Qanchadir summa yutdingiz 10 mingdan qilib. 10 mingdan qildingiz 100 koeffitsient yutdingiz.
xuddi shunaqa summani xuddi shunaqa koeffitsient qaytarib oladi. Stavkani bitta ko'tarasiz, kattaroq pul yutaman deb 20 mingdan 97 koeffitsient olsangiz, bu degani siz 2 barobar balansingizdan ko'proq pul olish kerak degani. Bu degani pulni yoqib ketdingiz degani. O'shaning uchun kallani ishlatib pul topsa bo'ladi. Lekin har doim aytaman, nimangizga nima bor-ku? Azartingizga, nafsingizga qarab turib, mana bu bolalaringiz och qolib turgan paytda hech qachon kirmang. Maslahatim, kirmang. Men to'g'risi har bitta odamda bo'ladi, ya'ni o'ynagingiz keladi, ishonadi nimagadir. Hozir men qanchadir pul tikaman, masalan 10 million tikaman, zo'r pul ko'tarib olaman, mana bunaqa planimga, mana bunga. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Hech qachon kazinoga kirishdan oldin nimadir plan qilib, orzudagi, tasavvurdagi yutuqlarni qat'iyatdir sarflash plan qilib, bu tuppa maymunning ishi-da. Maymun ham даже unaqa qilmaydi. Odam miyasi bor, ongi bor, fikrlash kerak. Kiryapsan. Yutqizishing 50 ga 50. Sen yutqizishing ham mumkin, yutishing ham mumkin. To'g'ri. Sen hozir 50 ga 50 narsaga 100% plan qo'ysan o'zingda. U narsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Lishni puling bor, 200 ming, 300 ming. Вот. Uni katta depozit ham qilishadi. 200 ming, 300 ming puling bor. Kirding. O'ynaysan. Yutqizsang ham misol uchun 200 ming, 300 mingga unaqa, yuraging nimadir bo'lmaydi. Yutsang to'g'ri, unaqa ko'p pul ham yutmaysan, lekin stabilni yutib tursang bo'ladi. 300 ming tashlading, 500 ming, 600 ming qilding, chiqib ketding. 300 ming tashlading, 500 ming, 600 ming qilding, chiqib ketding. Bo'ldi. Bir kunda uzoq 2 marta shunaqa qilding. Normal. Minusga kirmading, boshqa qilmading, plusdasan. 500 mingina plusdasan, lekin plusdasan. 10 million minusda bo'lgandan 500 mingina plusda bo'lgan yaxshi. Minus bo'lsa ham plusda bo'lgan yaxshi, to'g'risi. Shuning uchun nima qilmaylar, 100 million tashiyman, hozir hammasi o'tib ketadi, millioner bo'lib ketaman. Yo'q, men fikrni eshittiringlar, u kallanglardan obshop tashlaylar. Kallani ishlatib kirish kerak. Kallani ishlatmasdan tupi kirib, hozir millioner bo'lib ketaman degan odam mana bo'ladi. Men sizlarga javob beraman shu gapimga. O'shaning uchun davaychi kallani ishlatib soqqa qilaylik. Tupi kirib, bangir bongirga polbinning gaplariga ishonib naqamaylar. Aytgancha folbinlar haqida bitta narsa eshitib qoldim. Короче, sizlar eshitganmisizlar yo'qmi? Mana bunaqa narsa bor ekan. Tipa folbin deydimi uni, kinnachi deydimi, bilmayman. U qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri narsa. Men dinshunos odam emasman, lekin baklashgan olar ekanda, chigin nimadirlar ekan. U arabcha aytadimi, o'zbekcha aytadimi bilmayman, nimadirlar ekanda. Keyin o'sha baklashkaga suv solib ichsa, короче, o'sha qanaqa xohish bo'lsa, misol uchun kimdir yaxshi ko'rib qolish kerak, yomon ko'rib qolish kerak yoki tuzalib ketish kerak yoki kasal bo'lib qolish kerak. Mana shunaqa любой желаниeni aytib turib, o'sha yerga baklashkaga nima o'qib berar ekan, kurs o'qib berar ekan, короче. O'sha baklashkaga suv solsa, o'sha narsa bo'lar ekan. Bo'ldi. Tega. Mana shunaqa o'zi adashmasam din taraflama sehr jodu mumkin emas. U 1000% shu narsaga o'ylayman, sehr jodu mumkin emas. Lekin shunaqa odamlarga borib, lo'q bo'lib, pulni tashab, hozir menga o'qib qo'ysa, men nimadir bo'lib ketar ekanman deb o'ylash kerak emas. Ba'zilar bor. Shunaqa odamlar bor ekan, даже kazinoga kirishdan oldin kurs qildirib olar ekan, potmon polmay boradimi bilmayman. Shunaqalar bor ekan. Shuning uchun sizlar unaqa bermanglar. O'z to'rt kishi qoldi. Chota aktiv tushgan, zritellar kam.
Padeshka qilmayapsizlar. Qayerdagi даже maymunlarni oktagon ligiga chiqayotgan maymunlarni padesh qilishyapti. Padesh qilmaysizlar. Hatto men sizlarni shuncha yilib zo'r bo'lishini xohlayman. Chunki sizlar to'g'risi men kuzatsanglar ham kuzatmasanglar ham hech narsa yo'qotmayman. Lekin padeshga, ya'ni qo'llab-quvvatlash har doim odamga yoqadi endi. Bitta odam qo'llasa ham, 1000 ta odam qo'llasa ham baribir odam o'ziga energiya oladi. Bittagina odam qo'llasa ham mayli. Qo'llab turinglar. Reaksiyalar bildirib, aktiv bo'lib, tanish-bilishlarga nima qilib jo'natib. Mana buni tashlash esinglardan chiqmas. Mana bu narsani ko'proq tashlash kerak, короче. Bog'latish kerak. Polni. O'shanga qarab men bilib olaman, sizlar reaksiya qilish xohlaysizlarmi, yo'qmi. Keyin seshanba kuni seshanba kuni, payshanba kuni reaksiya qilamiz. Tak. Men yig'ib kelaman. Cringe videolarni. Cringe videolarni. Tik. Ana. Ko'paytiramiz. Davay. Yangi rasmga. Bitta bong'latinglar shuni. Bitta bong'latinglar. Prince o'zimdan bo'la qolsin. Davay, ketdi. Mana shu reaksiyani bong'latamiz. 10 ta odam ko'ryapti. Sog'lig'ingiz uchun. 381 dan keyin o'zi ikkita padarada yaxshi bo'ldi. Hozir tez uchib ketib qolishi kerak, yana bilmadim. Shunaqa deb o'ylayman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bugun spokойно, relax. Asablar joyida. Tinchlanib yuribman. To'g'risi, odamni ba'zi payt charchatib ham qo'yar ekan, ham bu yoqda o'z ishingizni nima qilasiz, ham bu yoqda kontent qilishingiz kerak, ham prямой efir qilasan, ham zalga chiqasan. O'zim ovqat ham qilaman, to'g'risi. O'zim uchun o'zim powerman, o'zim uchun o'zim kirimni ham o'zim yuvaman. To'g'ri, stiralka deyman. O'zim yuvaman-da. Shuning uchun erkak kishi har doim o'zini polni nima qilish kerak, o'zbekchasi nima bo'ladi? O'zini o'zi ta'minlash kerak hamma narsa bilan. Hamma narsa qo'ldan kelish kerak. Любой santexnikli ham, elektrikli ham, powerli ham qo'ldan kelish kerak. Uborga qilishni ham bilish kerak. Chunki misol uchun qanaqa desa bo'ladi? Tasavvur qilinglar, bitta butun umr onangiz yo singiz yo opangiz sizni ishingizni qilib yurgan, kirizni yuvgan, ishtohingizni yuvgan, ovqatingizni qilib bergan, hamma narsangizni qilgan. Astag'firullah, hech kim onasi o'lishini xohlamayman, hech kim o'lishini xohlamayman, lekin hamma bu dunyodan o'tadi. Onangiz o'tib ketdi. Misol, opangiz erga tegib ketdi, singiz erga tegib ketdi, siz uylandingiz. Xotiningiz bor. Endi o'sha opangiz, singiz, oyingiz qilgan ishlarni xotiningiz qiladi. Lekin xotiningiz kaprizni qilgisi kelmadi. Misol, siz bor bunga yo so'kishingiz kerak, yo yalinishingiz kerak. Yo'q, siz o'zingiz qo'lingizdan keladi, borasiz, taq qilasiz. Yoki o'sha xotiningiz bilan urushib qoldingiz, ketib yordi u onasiniki. Sizga nima kerak? Ikkita qo'lingiz kerak, bo'ldi. Bu shunaqa qilasiz, bo'ldi. Endi ma'noda emas. O'sha uy ishlarini o'zingiz ham qilib olaverasizlar. Kimgadir yalinib, ovqat qilib ber, iltimos degandan ko'ra, men qo'lni ishlatgan. Yana bitta zo'r gap bor sizlar uchun. Qarz so'rash. Baylar, qotib qoldim. 100 ga chiqib ketdimi nima?
Yapti gap maslahat sizlarga erkakga yetganday maslahat. Voy. 103. Xullas, hozir bilmayman, juda urf bo'ldimi shu narsa yo menga shunaqa tuyulyaptimi, faqat mendan so'rashyaptimi? Qarz so'ramanglar. Hech qachon qarz so'ramanglar. Ayniqsa hech qachon umringizda ko'rmagan begona odamdan qarz hech qachon so'ramanglar. U любой odamdan siz qarz so'radingizmi, undan bitta pog'ona pastga tushasiz. Bitta pog'ona pastga tushganingizdan keyin sizga bo'lgan hurmati, e'tibori, mehri hammasi o'ladi. Shu yerda o'zida o'zini sizdan balandroq his qilishni boshlaydi. Sizdan balandroq his qildimi, sizni yerga uradi, kamsitadi. Siz hech baloga javob bera olmaysiz, chunki qarz olib qo'ygansiz, yeb qo'ygansiz, tilingiz qisiq. Shunaqa bo'lmaydi. Kim aytdi shu gapni? Tinkov degan odam bor, ismini eslolmayman. O'sha aytganda, agar puling yo'qmi, kimdandir yalinib qarz so'ragandan o'g'irlagan yaxshi degan. Endi hech kim o'g'irlik qilsin demayman, lekin sizlarda o'g'irlik qilishdan ko'ra borib ishlab pul topish varianti bor. Misol uchun, mana aviator ham bitta ish. Sizlar uchun emas, men uchun ish. Bitta ishda ishlayapsiz. Tasavvur qiling, ertalab soat 8 dan kech payt 7 gacha ishda ishlayapsiz. Endi oyligingiz kuniga 200 ming deylik, 200 ming. 200 ming pul topdingiz. Ertalabdan kechgacha butun energiyangizni, butun asabingizni berib, ba'zida tikka oyoqda, ba'zida kampir tagida o'tirib, vaqtingizni ketqizdingiz, kuchingizni ketqizdingiz, asabingizni ketqizdingiz, kun o'tdi. Umringizni bir qismi o'tdi. 200 mingni pul oldingiz. Shuncha harakat qilib. Aviatorga misol 300 ming so'm tashladingiz. 5 minut 4-5 knopkani bosib turib, meshkani 4-5 marta bosib turib 200 ming pul ishladingiz. Bundoq olib qaraganda aviatorda pul ishlash osonroq. Ishlab, mehnat qilib, ertalabdan kechgacha yugurganda. Lekin bitta taraf bor, ko'pchilik odamda nafs juda kuchli. Dajmanda ham nafs kuchli. Nimaga? Har doim yoshligimizdan nima deb katta qilishgan bizni mana buni o'g'lini qara, mana bunaqa qilibdi, mana buncha pul topibdi. Mana buni xolasini qara, mana buni jiyanini qara, anuni qara, buni qara, mana bunaqa pul topibdi. Hammani xayoli, hammani fikri, orzusi, maqsadi pul topish. Bitta narsani esingizdan chiqarmanglar. Sizda qanaqadir maqsad bor, ya'ni misol uchun bitta mamlaqa telefonga bitta zo'r programma yaratish maqsadingiz bor. Sizning maqsadingiz o'sha programma odamlarga komfort olib kelishi bo'lsa, o'sha rejangiz amalga oshadi. Lekin sizning maqsadingiz o'sha programmani ishlab chiqib, o'ylab topib, o'shaning orqasidan pul topish bo'lsa, olasiz. Pul вообще ko'rmaysiz. U programma, u rejangiz hammasi yarim yo'lga bormaydi. Odam qachonki stimul bilan bitta maqsadni qo'yib oxirigacha boradi. U maqsad puldan ham teparoqda turadigan narsa bo'lsa. To'g'risi, pulni topish yo'li juda ko'p. Lekin sizning maqsadingiz orqali pul topishingiz u aniq bo'ladi. Agar maqsad misol uchun puldan buyukroq narsa bo'lsa, nimadir programma yaratib, misol uchun odamlarga yaxshiligiga yordami tegsa, tegadigan programma yaratish niyatda bo'lsangiz, sizga shundoq ham pul o'zi kelaveradi. Siz o'sha programmani yaratib, odamlarga yaxshilik qildingiz. Odamlar sizga yaxshilik bilan javob qaytaradi. Ya'ni padesh qiladi, pulga sotib oladi o'sha programmani, mashhur qiladi sizni, odamlar padesh qiladi. Chunki siz odamlarning foydasini o'yladingiz. Ya'ni zaimli bo'ladi hammasi. Lekin siz faqat shu programmani sotib turib pul qilish maqsadi bo'lsa, faqat u odamlar ham sezadi, buncha bu ishlamaydigan tufta programmasini
Ani oxirigacha yetkazmasdan turib faqat pul so'raydi bu, pulga sotmoqchi deb hech kim olmaydi-da. Yarim yo'lda уже programmangiz o'ladi. Shuning uchun maqsad har doim qo'yilayotgan maqsad pul emas, puldan ancha teparoq, buyukroq narsani maqsad qilish kerak. O'sha maqsadga erishgandan keyin pul o'zi oqib keladi. Tushundinglar? Pul orqasidan quvish kerak emas. Lekin pulni to'g'ri kontrol qilishni bilish kerak. Ya'ni nimada? Pulni to'g'ri kontrol qilish nimada? O'ynab qolib ketdi-yu. Hozir bermasam kerak. Pulni to'g'ri kontrol qilish bu misol uchun siz kuniga 200 ming pul topasiz, oyiga 6 million pul. Sizni bir oylik kommunalkangiz 1 million, yeb ichishingiz где-то bir 3 million. 3 million pul qoladi. Pul ketadi yeb ichishingizga. Men eng minimalnisini hisobladim-da. Menga hozir aytishyapti emas, u tam 3 million kim yashaydi, turasida. To'g'ri, 3 million kim yashamas. Men primerni hisoblab aytaman. 6 million pulingizdan 4 millioni ketdi. 2 million pulingiz qoladi. 2 million pulingizni, o'sha 2 million pulingizni to'g'ri rasxod qilishni o'rganishingiz kerak. Ani 3 million bilan 1 million u majburiy rasxod. Ya'ni bo'lib olasiz mana. 6 million bo'lsa, 4 millioni bu 33%. Yo'q, 66%. Ya'ni sizda примерно 30% qolish kerak-da. Shu 30% ni to'g'ri kontrol qilishingizni bilish kerak. 30%, 10% investitsiyaga, ya'ni xohlasangiz chekka olib qo'ying, ko'rpazdagi tiqib qo'ying, bankka qo'yib qo'ying 10%. 5% ni даже 5 emas, 10% qo'ying, yana 10% ni kutilmagan rasxodlarga olib qo'ying. Ya'ni misol uchun qanaqadir shtrafingiz bor, o'sha kelib qolishi mumkin. 10% o'shandan olinadi. Qolgan 10% ga misol kiyim olsangiz bo'ladi, o'zingiz xohishlaringiz uchun. Ya'ni odam bir oy ishlagandan keyin u qanaqadir yutuqqa erishish kerak. O'sha 10% o'shaning yutug'i. 6 million bo'lsa 600 ming so'm o'zingizni razvlecheniyingiz, ya'ni ko'ngil ochishingiz uchun ketkazishingiz kerak. Bu sizga yana qo'shimcha motivatsiya bo'ladi. Bir oyda hatto bir marta dam olib, odam o'zini o'zi xursand qilib turishi kerak. Bo'lmasa yashashga bo'lgan motivatsiya o'ladi. Tushundinglar? 10% investitsiya, 10% kutilmagan rasxodlarga, 10% o'zingiz. O'shandagina sizda sekin-sekin o'sha 10% qo'shilib bitta summaga aylanadi. O'sha bitta summa, ya'ni kattaroq summa, misol uchun 600 mingdan yig'dingiz, 10 oyda 6 million, 1 yilda уже 7 million 200 ming pul bo'ldi. 7 million 200 mingni уже siz nimadirga yo'naltirsangiz bo'ladi. 10% ligida, ya'ni 600 mingligida ish baloga yo'naltira olmaysiz. 7 million 200 ming bo'lgandan keyin nimadirga yo'naltirish. O'sha narsa finansoviy gрамотность, ya'ni moliyani to'g'ri boshqarish deyiladi. Shuning uchun mana tashishingizdan chiqmasin. O'zi bor, boshqa ma'noda ishlatiladi. Hammani bir pochli xayoli bor. Necha kishi o'tiribdi o'zi? 9 kishi. O'zim bosib chiqaram. Farqi yo'q menga. 7 ta bo'libdi. Mana shu rasmlarning tagida 20 tadan oshiq mana shunaqa bo'lish kerak. Xullas, bosamiz. Kim tashlamagan bo'lsa tashlasin. Streamga 20 tadan oshiq odam kiradi-yu. Tashlab qo'yinglar, qiyinmi? Reaksiya qilamiz-ki. Cringe videolarga. Otib kulamiz, mehmonlar chaqiramiz. Qilamiz. Sizlarga bugun dars bo'lib ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Bola, bu вообще ku, mana o'tiraylik chiqadi. Ye. Tak. Bolani ko'paytiramiz. Tak, hozir bitta narsani bilib qoldim. Mana shu bor-ku. Spinni o'zidan balans ko'tarib ko'rishga harakat qilaman. Ya'ni spin 6400 bo'lsin. Shu 6400 dan sekin bosib ko'ramiz. Shans hech qanaqa yordam bermas ekan.
Shanssiz. Ikkita bosib ko'ramiz. Просто interes uchun. To'g'risi, men u Gates of Olympusdan уже hech qanaqa umidim ham qolmadi. Faqat og'zim shaloq bo'lib ketyapti. Men o'zimni bu beradigan kunimi deyman. No, boshida Gates of Olympus beradi. Gates of Olympus boshida beradi, lekin keyin polni oqizadi. Bu ham hozir hech qanaqa X bo'lgani ham yo'q, bir zo'r vigrish ham bo'lgani yo'q, lekin tez berdi. Shunisiga qoyilman. Yaxshi, bitta X'imiz bor. Tak, yana X berib qoladi. Yaxshi, yomon emas. Chunki bu yutib olingan bonusda, sotib olinmagan. Hozir buni 1 so'mi ham plyusda. Biz buni 6400 so'mga olganmiz. X ber, sariq, yashil. Yo'q, lekin X bor. 7 X'imiz bor, 8 ta spin. 100 ming so'm pul yutuq berdi. 243. Ko'rdinglar, Gates of Olympusda ham yutsa bo'lar ekan. Ya'ni boshda kirasiz, spin aylantirasiz, bitta bonus ushlaguncha keyin chiqib ketasiz. Voy, karona bitta yetmay qoldi. Chiqsa yo'q, 5 ta spin. Atabi yana bitta sigrovka ber. Tushunaman, bu nima qilingan bonus. Yo'q. Bo'ldi. Bolajonlar. Короче. Xullas. Bolajonlar. Men sizlar bilan payshanba kungacha xayrlashaman. Ya'ni payshanba kuni soat 19:00 da kirishingizlardan chiqib qolmasin. Bu yo'g'iga men iloji boricha so'kmasdan, hech kimni haqorat qilmasdan, yaxshi gaplardan gaplashib o'tirishga harakat qilaman. Ko'rgan bo'lsanglar, bugun nima bo'ldi? Обсуждение bo'ldi. Ya'ni muloqot bo'lmadi-yu, men tushuntirib berdim, nimaga, qanaqa videolarga, qanaqa nima reaksiyalar. O'zimni fikrimni bildirdim. Sizlarga qanaqadir foydali informatsiya berishga harakat qildim bugun spokойно o'tirdim. Chunki to'g'risini aytsam, hozir tomog'im ham yaxshigina og'riyapti. O'zi gapirsam ham o'zimga joy yoqmayapti, lekin sizlar uchun adushiga kirdim. Shuning uchun bolalar hech qachon meni tashlab ketavermanglar. Xafa bo'laman. Xafa bo'lmang, abidna bo'ladi, bari. Primoylarga kirib turinglar. Payshanba kuni sizlar bilan ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.